Yunusobod Bobodehqon mahallasiga kelganmiz. Shu Uglovoydagi ikkita 107 sotuvdan qurilgan xonadonimiz bittasi bugun baraka bo'ldi. Tak, orientirini birinchi tushuntiraman. Mana bu katta ko'cha yo'li yuzidan kiriladi. 19-kvartalda ro'parasi, pansionat deyiladi. Tak, bu tomoni ham katta ko'cha yo'l yuzi to'rasili Uglovoyda tushgan, fasadlari shunaqa chiroyli, oppoq, chiroyli tramindan qilingan, oldida chiroyli archalardan ham ekib qo'yilgan ekan. Xo'p, uyimizni qisqacha ko'rib chiqamiz. Darvozaxonadan kirganimizda bitta mashina uchun joy, tak, yozgi oshxonalari qilingan, so'qillari bitgan, hop kichkina yashil zonasini ko'rishingiz mumkin. Uyimizni podvali bilan umumiy 3 urvilli 250 metr kvadratli xonadonimiz bo'ladi. Ichlari korobka holatida. Hop. Uyimizga kirar ekanmiz. Tak, podvalini ko'rishingiz mumkin. Bu tomondan kirishimizda podvalga selli podvallari. To'g'ridan kirar ekanmiz. Bu zavodda ko'chaga qaragan romlari. Hop, bu yoqdan bo'lsa, bu ota-onalar xonasi ili oshxona qilsa bo'ladi. Bu yerda mana shu oshxonaga mos ekan. Bu tomondan umumiy sanuzel birinchi etaj uchun. Bu yerda ota-onalar xonasi seli kattagina ekan. Ko'cha hovliga qaragan va ko'chaga qaragan romlarini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hop, suvollari bitgan, romlari bitgan. Elektrik sistemlariga e'tibor berasizlar, elektrik sistemlari ham tashalgan. Hop, bu tomonda o'zini ichida masir spalni. Hop, ichida sanuzel bilan qilingan. Sanuzelni ko'rish mumkin. Buni sanuzel agar biz tashalsa, bu juda ham katta keng xona bo'lib qolar ekan. Endi o'zingizlar planirovkasini yo'g'iga to'g'rilab olasizlar. Tak, bu yerdan ikkinchi etajdan ko'rinishi. Katta ko'cha shunday ko'rinib turadi, dom yaqin. Hop, bu xonani ko'rdik. Endi bu xonadan boshlaymiz. Bu ikkinchi xona. Uglovoyda bo'lgan uchun oynalari ko'p ekan. Bu ikkinchi etaj uchun sanuzel bo'lyapti. Bu yerda yana bitta balkon bor ekan. Bu 3-xona va bu yoqda oxirgi 4-xonamiz. Yunusobod tumani Bobodehqon mahallasi 250 metr kvadrat podvalda uchirildi. Bu xonadonimizni $230 ming evaziga xarid qilsangiz bo'ladi.